Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yurak yetishmovchiligida eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan birinchi raqamli standart dorimiz, ya'ni ARNI gruppa deb ataladi. Bu angiotenzin retseptor va neprolizin ingibitorlari bo'lgan dorilarning kombinatsiyasi hisoblanadi. Bilamizki, yurak yetishmovchiligida 4 ta asosiy guruh dorilar bo'lsa, aynan shulardan birinchi gruppa bu ARNI, ya'ni angiotenzin retseptor neprolizin ingibitorlari hisoblanadi. Bulardan biz uchun ma'lum va mashhur bo'lgan dori bu Savesto nomi bilan chiqadigan dori hisoblanadi. Bilasizlar, Savestoning tarkibida sakubitril hamda valsartan bor. Sakubitril neprolizin ingibitori, valsartan angiotenzin retseptor blokatori hisoblanadi. Bular asosan 3 xil dozada chiqadi: 200, 100 va 50 mg. 200 mg doza tarkibida 97 mg sakubitril, 103 mg valsartan hisoblanadi. 100 mg dozada 49 mg sakubitril, 51 mg valsartan hisoblanadi. 50 mg da 24 mg sakubitril, 26 mg bu valsartan hisoblanadi. Endi valsartanni, ya'ni angiotenzin retseptor blokatorni hamma biladi. Sakubitrilning ta'sir mexanizmini ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun shu videoni yozyapman. Demak, bilamizki, yuragimizda agar arterial qon bosimi oshsa, tanadagi suyuqlikni kamaytirish uchun yuraklarimizda bosim oshganda natriuretik peptidlar sintezlanadi yurakda. Aynan shu natriuretik peptidlar bir tomondan renin angiotenzin aldosteron sistemasini bloklaydi. Ikkinchi tomondan esa buyraklarda natriyni ekskretsiyasini, ya'ni sidik bilan chiqib ketishini kuchaytirib beradi. Bu orqali natriy bilan birgalikda suv ham chiqib ketganligi uchun qondagi suyuqlik miqdori kamayib, arterial bosim pasayishiga olib keladi. Endi organizmda jigardan sintezlanadigan, mana bu jigardan sintezlanadigan neprolizin degan dori bor. Aynan shu neprolizin dorisi yurakdan natriy uretik peptidlar sintezini bloklab turadigan dori hisoblanadi. Bu bloklash hisobiga natriy uretik peptidlarni mana bu effektlar kuzatilmaydi. Endi biz beradigan sakubitril aynan neprolizinni bloklash orqali bevosita natriy uretik peptidlar sintezini oshirib beradi. Va buning natijasida RAS bloklanadi, buyrakda natriyni diurezi kuchayadi va bu qonda suyuqlik miqdorining kamayishiga, natijada arterial bosim kamayib, yurakka keladigan yuklama, buni biz preload deymiz. Aynan shu preloadni kamayishiga olib keladi. Natijada yurak yetishmovchiligi kamayadi. Mana do'stlar, sakubitrilning ta'sir mexanizmi aynan shunda.